Hozirgi kunda sun'iy intellekt deyarli barcha sohaga kirib keldi. Moliya sohasi ham bundan mustasno emas. Moliyachilar sun'iy intellekt yordamida juda ko'p ishlarni avtomatlashtirishmoqda. Keling, hozir biz amaliy topshiriq yordamida Cloud AI imkoniyatini ko'rib chiqamiz. Aytaylik, bizga quyidagi bank tranzaksiyalari berilgan bo'lsin va ushbu ma'lumotlardan foydalanib cash flow hisobotini yarataylik. Avvaliga Excelda Cloud AI ni ochib olamiz va bank tranzaksiyalar faylini yuklab, prompt berishni boshlaymiz. Prompt berish jarayonida yuklagan faylimizda nima ma'lumotlar keltirilganini va biz aynan qanday ko'rinishda hisobot xohlayotganimizni to'liq yozib jo'natamiz. Biz bergan buyruqlar asosida Cloud AI ma'lumotlarni tayyorlashni boshlaydi. Taxminan 10 daqiqa ishlagandan so'ng AI biz uchun tranzaksiyalar, klassifikatsiyalar, cash flow hisoboti va unga qo'shimcha qilib dashbord va tahlillarni qilib berdi. Shunday qilib AI ko'p vaqtimizni va energiyamizni tejaydi.